Sabrning fazilati. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selam ala Rasulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa İbn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah'ның bir dostqa samimi nasihat risalasidan qo'shimcha sabrning fazilati temasini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minashaytonir. Sabrning fazilati. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem shundoq degan: "Wa'lam anna fis sabri ala ma takrahu khayran kathira." Tarjimasi: bilginki o'zing yomon ko'rgan narsalarga sabr qilishda nurg'un yaxshilik bordir. Bu hadisning G'ufraning ozod gavdisi Umar ibn Abbas radiyallohu anhumalardan rivoyat qilgan nusxasida yuqorqi jumlaning oldida shundoq deyilgan. Tarjimasi: agar rozimanlik va jazm ilkida Allah uchun amal qilishga qodir bo'lalsang, shundoq qilgin. Agar qodir bo'lolmasang, haqiqatan o'zing yomon ko'rgan narsalarga sabr qilishda nurg'un yaxshilik bordir. Abu Naim al-Hilya 1-jilda 314-bet. Bu yerdagi jazm, ya'ni al-yaqinning ma'nosi taqdirga bo'lgan iymonni amaliyati ko'zitish deganlikdir. Siz jazmga ega bo'lish uchun tirishqiningizda qalbda Allohning kelgusi to'g'risida qadosiga va o'tmish to'g'risidagi taqdir, ya'ni qadriga qarata jazmga ega bo'lish qalbning qado va qadariga rozi bo'lishini va uning bilan orom tepishini taqozo qildi. Izohat. Bu haqda Shayx Muhammad al-Jibali shundoq degan: qadr qadoni taqozo qiladi. Chunki Alloh subhanahu va taolaning qadri, ya'ni ishlarni oldin bekitib etishi, uning qadosi, ya'ni buyruq qilishi yoki yoritishi bilan natijalandi. Shuningdek, qadomu qadrni taqozo qiladi. Chunki Alloh subhanahu va taoladan bo'lgan bir qado, ya'ni hukmning oldida cho'qim uning qadri, ya'ni oldin bekitib etishi bor bo'ladi. Bu vaqtda texmu tafsiliy ma'lumotga ega bo'lish uchun Shayx Muhammad al-Jibalining Basira akademiyasi tarafidan tarjima qilingan qulaylashtirilgan iymon yurishligining 6-qismiga, ya'ni Allohning taqdirini bilish va uningga iymon keltirish degan kitobga murojaat qiling. Izohat tugadi. Bu ma'no tuvandagi oyatda aniq ifodalangan. Tarjimasi: yer yuzidagi barliq hodisalar va o'zinglar uchragan musibatlar biz ularni yaratishdan burun Lavhul Mahfuzga yozilgan. Bu ish shubhisizki Allohga osondir. Allohning Lavhul Mahfuzga yozishi qo'linglardan ketgan narsaga qayg'urib ketmaslikinglar va Alloh bergan narsalar uchun xudinglarni yo'qotib xo'sh bo'lib ketmaslikinglar uchundir. Alloh mutakabbirlarni va o'zlarini cho'ng tutqichilarni yaxshi ko'rmaydi. Sura Hadid 22-23-oyatlar. Zahak bu oyatni tafsirlab shundoq degan: Alloh subhanahu va taolo bundoq deyish orqali ularning irodasini kuchaytirdi. Likayla ta'sau ala ma fatakum. Tarjimasi: qo'linglardan ketgan narsaga qayg'urib ketmaslikinglar uchun ning ma'nosi dunyo ishlaridan biz sizlarga taqdir qilmagan shaylar tufayli qayg'urib ketmanglar deganlikdir. Va la tafrahu bima atakum. Tarjimasi: Alloh bergan narsalar uchun xudinglarni yo'qotib xo'sh bo'lib ketmaslikinglar uchun ning ma'nosi biz sizlarga ato qilgan dunyo matolariga xo'sh bo'lib, ularni mangu sizlardan ilvilinmaydi deb o'ylamanglar deganlikdir. Buni İbn Abu Dunya rivoyat qilgan.
Said ibn Jubayr rahimahulloh bu oyat to'g'risida shunday degan: qo'linglardan ketgan narsaga, ya'ni farovonlik va mol dunyoga qayg'urib ketmaslikinglar uchun, chunki sizlar Allohning o'zinglarni yaratishdan ilgarila buni taqdir qilib bo'lganligini bilisizlar. Buni Ibn Abu Hatim rivoyat qilgan. Salafdan ba'zilari buningga binoan taqdirga bo'lgan iymon g'am qayg'uni tugitadi deyishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mo tövendeki sözüde şununla işaret qilgan. Tarjimasi: o'zingga foydali ishlarni qilishga erisman bo'lgin. Allohdan yordam tiligin va o'zingni ojiz his qilmagin. Izohat: ya'ni har qanday ahvolda umidsizlanib ketmagin. Izohat tugdi. Agar biror ko'ngilsizlikka uchrasang, koshki bundaq qilgan bo'lsam, bu ish undaq bo'lmaydi demasdan, aksicha Allohning taqdiri shundaq, Alloh xolig'ini qiladi degan. Chunki koshki degan so'z shaytonning amaliga eshik ochadi. Sahihul Muslim 2664-hadis. Bu hadis shuningga dalolat qiladiki, agar kishi ko'ngilsizlikka uchragan dastlabki chog'ida o'ziga taqdirni aslatsa, shaytonning kishini g'am qayg'u va pushaymonga duchor qilish jihatdagi vasvasasi mag'lub bo'ladi. Anas radhiyallohu anhu shunday degan: men 10 yil Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatini qildim. U men qilgan biror ish to'g'riliq, nemish shunday qilding deb baqmadi. Men qilmagan biror ish to'g'riliqmi, nemish shunday qilmading deb baqmadi. Sahihul Buxoriy 6038, Sahihul Muslim 2309-hadis. Uning oilasidagilardan birasi meni ayblasa, u sallallohu alayhi vasallam, tarjimasi: bo'ldi qilinglar, agar biror ish taqdir qilingan bo'lsa cho'qim yuz berdi deydi. Hadisning keyin qismini Imom Ahmad rivoyat qilgan. Musnad Ahmad 13418-hadis. Shu'bul Iman 8070-numar. Sheyx Muayyib Arnavut Musnad Ahmadning tahqiqida bu hadisni İmam Buxoriy va İmam Muslimning shartiga asosan sahih deb baholagan. Buni amaliyotga tatbiqlash, muqarrar holda barliq ishlarni Allohga topshirishni va hech bir ishning Allohning irodasiz yuz bermaydiganligiga iymon keltirishni taqozo qiladi. Buningga iymon keltirish g'am qayg'uni tugitadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishiga nasihat qilib, tarjimasi: Alloh sana taqdir qilgan ishda uningga e'tiroz bildirma degan. İmam Ahmad 17814, 22717-numar. İmam Munzir Targ'ib va Tarhib 2-jilda 257-betda bu hadisni 2 sanad bilan rivoyat qilgandan keyin shularning birining hasan ekanligini aytgan. Sheyx Albani Silsilatul Ahadis as-Sahihada 3334-numar va Sahih Targ'ib va Tarhibda 1307-numarda hasan li g'ayri deb baholagan. Banda Allohning qado va qadari orqali uning hikmatini va rahmatini ko'rib yetsa, shundaqla Allohning taqdiriga e'tiroz bildirishga bo'lmaydiganligini bilsa, bu uning Allohning hukmiga rozi bo'lishiga turtki bo'ladi. Alloh azza va jalla bu haqda shunday degan: Ma asaba min musibatin illa bi iznillah va man yu'min billahi yahdi qalbah. Tarjimasi: kishiga yetgan har qanday musibat faqat Allohning izni, ya'ni qadosi bilan yetadi.
Kimki Allohga, ya'ni har qanday musibatning Allohning qazosi bilan bo'ladiganligiga ishonadi ekan, Alloh uning qalbini sabrga yetaklaydi. Sura Tag'obun 11-oyat. Alqama bu oyat to'g'risida shunday degan: kishi biror musibatga uchraydi-da, uning Allohdan kelganligini bilib, uningga bo'ysunadi va rozilik bildirdi. Bir sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan. Tarjimasi: Mu'minning ishlari nima degan ajoyib. Uning hamma ishi yaxshidir. Mu'mindan boshqa hech kim bundaq emas. Agar uningga xushallik yetsa, shukr qiladi. Bu uning uchun yaxshidir. Agar uningga qattiqchilik yetsa, sabr qiladi. Bu uning uchun yaxshidir. Sahihul Muslim 2999-hadis. Haqiqatan tövendeki ayet mu bununla dalalet kılıdı. Tercümesi: aytqin ki, bizge fakat Allah'ın takdir qilgan narsasi yetidi. U bizning madadkorimizdir. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni mu'minlar hamma ishni Allohga topshirsin. Undan boshqa hech kimga yo'lanmasin. Aytqin ki, sizlar biz uchun g'alaba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biridan boshqa nimani kutsizlar? Sura Tavba 51-52-oyatlar. Allah subhanahu wa ta'ala bu yerda bizga bandalarning beshiga Allah subhanahu wa ta'ala taqdir qilgandan boshqa ish kelmaydiganligidan xabar bermoqda. Bu ularning beshiga mayli mushkilat yoki osonchilik kelishidan qat'iy nazar, buning ular uchun o'xshash ekanligiga dalolat qiladi. Ondan Alloh bizga o'zining mu'minlarning egisi ekanligidan va bu holatdagi, ya'ni mu'minlik holatidagi har qanday kishining Alloh tarafidan tashlib etilmaydiganligidan va Allohning uning uchun yaxshiliklarni ro'yobga chiqarib beradiganligidan xabar bermoqda. Allah subhanahu wa ta'ala bu haqda shunday degan. Tarjimasi: agar ular iymondan yuz o'risa, ey mu'minlar, bilinglarki Allah sizlarning eganglardir. Allah nima degan yaxshi ega, nima degan yaxshi madadkor. Sura Anfal 40-oyat. Hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn. Tarjimasi: sizlar biz uchun g'alaba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biridan boshqa nimani kutsizlar? Sura Tavba 52-oyat. İmam Tirmizi Anas radıyallahu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: haqiqatan Alloh bir qavmni yaxshi ko'rsa, ularni turli balolar bilan sinaydi. Kimiki buningga rozi bo'lsa, Alloh uningdan rozi bo'ladi. Kimiki uningga g'azablansa, Allohmu uningga g'azablanadi. Sunan Tirmizi 2396, Sunan Ibn Majah 4031, Şeyh Albani Silsilatul Ahadith as-Sahihada 146-numurda Hasan deb baholagan. Abu Darda radıyallahu anhu Allah bendening u taqdir qilgan ishqa rozi bo'lishini yaxshi ko'rdi degan. Umar Darda radıyallahu anha shunday degan. Allohning taqdiriga haqiqiy rozi bo'lg'uchilar Allah taqdir qilgan ishlarning hammasiga rozi bo'lg'uchilar bo'lib, ularga jannatda shunday yuksak martabalar borki, qiyomat kuni shahidlarmu ularga havas qilishidir. İbn Abu Dunya Ar-Rida an Allohi biqadoa 8-numur. Umar ibn Abdulaziz dua qilgandan keyin
Allah azze ve celle'nin takdirige boyun egishdan başka hacitim yoktur deydi ve ey Allah meni qazayınga razı qilgin ve takdirinde bana bereket ata qilgin ki men sen kechiktirgan hiçbir narsaning ilgari surilishini ve sen ilgari surgan hiçbir narsaning kechiktirilishini yaxshi ko'rmaydigan bo'lay degan duoni ko'p qilatdi. İzahat. Yani özümning nimaga muhtoj ekanligimni aytib, Allohga yelinib duo qilgandan keyin Allah men uchun nimani iroda qilsa, shuni qabul qilish mening burchimdir demoqchi. İzahat tugidi. İbn Aun shundoq degan. Qiyinchilikdami, osonchilikdami Allohning taqdiriga rozi bo'lgin. Bu sening g'amlaringni azaytib, oxiratga bo'lgan rag'batingni oshirdi. Shuni bilginki, bandaning fiqrliqqa va musibatga duchor bo'lgan chog'dagi roziligi uning boylik va mo'lchilikqa noil bo'lgan chog'dagi roziligiga o'xshash bo'lmaguncha u rozilikning haqiqatiga yetolmaydi. Sen qandaqmi o'zingning ishlarida Allah'ның hükmüge itiraz bildireleysen, Allah'ның takdirinin öz arzuyunga uygun kelmegenlikini köygününde xapı bolisen, lekin arzuların ışkı açsa sen halak boluşun mu mümkün? İzahat. Yani insanın bir nersini arzu kılışı, şu nersinin insan üçün faydalı ikenliginden direkt vermeydi. İnsan özünün kaltı aqliga asasen ma'lum narsalarga erishishga oldiraydi. Ammo insonga shu narsaning berilishi yoki berilmasligining, berilsa qachon berilishining uning uchun eng yaxshi va muvofiq ekanligini faqat Alloh subhanahu va taolo biladi. Izohat tugidi. Allohning taqdiri sening orzuyingdagidek bo'lganda buningdan rozi bo'lasan. Bu ikkilisi, ya'ni taqdir arzuyingga to'g'ri kelmaganda xafa bo'lib, arzuyingga to'g'ri kelganda mamnun bo'lishing g'ayib to'g'risidagi ilmingning cho'ltiliqidandir. Haling mushtiruqliq Allohning taqdiriga qandaqmi e'tiroz bildiraysan? Bu to'limi go'zal so'zlardir. Buning ma'nosi shuki, banda özünün karar çıkarışıga yardım beriş için Allah subhanahu wa ta'alaga dua kılganda, yani istihara sağganda, Allah onun için tanlagan iş öz xahişiga doğru kelsin yoki kelmesin, çokum onunla razı buluş gerek. İzahat. Bu hafta Şeyh Muhammed el-Cibali şundaq deydi. Allah subhanahu wa ta'ala mükemmel ilimge ve takdir üstüde mutlak kontrollük ega bo'lg'achqa biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın biz üçün en yaxşısını tanlab berishini tilasak, hergiz ziyan tartmaymiz. Allah subhanahu wa ta'ala'nın biz üçün en yaxşısını tanlab berishini ötünüşten ibaret bu usul istihara deb atıldı. Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhumadan rivayet qilindi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerge mubah bo'lgan hamma ishda istihara selishni xuddi Qur'on suralarini o'rgatgandek o'rgatdi. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bu vaqt shundoq degan. Sizlar biror ishni qilmoqchi bo'lganda 2 rakat nafl namoz o'qib bo'lib, mana duoni o'qinglar. Tarjimasi: Ey Allah, senin cheksiz ilminga sig'inib, seningdan yaxshilik so'rayman. Sening qudratingga sig'inib, seningdan kuch-quvvat tilayman. Sening ulug' fazlingdan so'rayman. Sen haqiqatan har narsaga qodirsan. Men ojizman. Sen hammani bilsan, men bilmayman. Sen bütün g'ayiblarni bilguchisan. Ey Allah, mening bu ishimning bu yerda hojatini aytadi. Mening dinim, dunyoliqim va oxiratligim uchun hozir va kelajakda
yaxshi bo'ladiganligini bilsang, uni menga taqdir qilgin va menga uni oson qilgin. Ondan uningda menga barakat ato qilgin. Agar bu ishning mening dinim, dunyoliqim va oxiratlikim uchun hozirda va kelajakda ziyon bo'ladiganligini bilsang, uni mendan yiroq qilgin va menimi uningdan yiroq qilgin. Nedil bo'lmasin, menga yaxshilikni nasib qilgin. Ondan meni uningga rozi qilgin. İmam Buxoriy va boshqalar rivoyat qilgan. Yaxshilar bog'chisi 718-hadis. Ba'zilar istixora namozini uxlashdan ilgari o'qish kerak. Shunda qilganda uning natijasini tushida ko'gili bo'ladi deb qaraydi. Yana ba'zilar bo'lsa istixoraning natijasi sifatida insonning qalbida to'g'ri tanlashga bo'lgan moyillik shakllanadi deb qaraydi. Bu ikkila xil qarashning asosi yo'q. Bunun aksicha yuqorida bayon qilingan istixora to'g'risidagi bu hadis istixoraning natijasining shu kishining ko'ngli tortgan tanlashning aksicha bo'lishi mumkinligiga dalolat qiladi. Ana shu sababdan istixora sog'uvchi o'zining duosida summa raddini bihi, ya'ni tarjimasi ondan meni uningga rozi qilgin deydi. Allah subhanahu va taala bizni o'zi rozi bo'ladigan yo'lga boshlag'ay. Biz uchun bizga eng foydali narsalarni tanlab bergay. Ayblarimizni afu qilg'ay, yaxshi amallarimizni qabul qilg'ay va bizni eng oliy jannatga kirgizgay. Amin. Izohat tugadi. Chunki banda nimaning o'zi uchun yaxshi ekanligini bilmaydi. Shundaqla Allohning cheksiz hikmati va adolatining taqozosi bo'lgan taqdiriga e'tiroz bildirishga bo'lmaydi. Alhamdulillah, yuqorida İmam İbn Qayyim al-Jawziyya rahimahullohning bir do'stga samimiy nasihat risolasidan qo'shimcha sabrning fazilati temasining oldin qismini oldinglar. Kelar qitimda davomini, ya'ni qado qadrga rozi bo'lishning bir qancha xil yo'llari bor temasini o'qiymiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.